Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshlar Nabijallah. Bugungi erkin suhbat programmamizda hamkorlikning kuchi to'g'riliq o'z fikrlarimni bayon qilmoqchi. Hammamiz bilganimizdek, yaqin kunlardan buyon yana Avstraliyadagi bu imzo to'plash faoliyatiga ovoz qo'shish bilan butun dunyodagi qarindoshlarimiz Avstraliyada boshlangan bu faoliyatga aktiv ovoz qo'shib, bu imzoni 10,000 kishining imzosini to'shtirish uchun faol harakat qilib, oxirgi kunlarda bo'lsa-mu, mana bugun eng oxirgi ko'rgan raqamim atdegan soat 10-11larda ko'rgan vaqtimda 10,550 ga yetganligini ko'rdim. Demek nima deganda bu yerda gerçi başlanışdan burun bu faaliyetini qisman qarindoshlarimiz anlayamaslik qolgani, anandan keyin yana ba'zi qarindoshlarimizni ilhidi bo'lmaslik va ilhidi qanday mashg'ulot qilishni bilmaslik va bu imzo to'plash faoliyatining yana tordagi imzo to'plashning tartibini tushunmaslik, imzo atgan bo'lsa-mu g'albilik tamomlanmaslikdek bir ahvollarning ko'rish sababli bu yaqin kunlarga qaraganda sonning oshmasligi va har xil sabablar bilan bu az 3-4 kun vaqt qolgan vaqtida qarindoshlarimizning o'rtaq kuchi bilan, ya'ni hamkorlashish bilan, hamkorlash degan qanday xuddi deganda qarindoshlar, bu butun dunyodagi chaqiriq asosan tashkilot boshliqlarimiz bo'lsin, ulamolarimiz bo'lsin, o'rindan turib buningga boshlamchilik bilan faol harakatga kirishga chaqiriq qildi. Onun bilan birga her derece o'zining imkoniyatiga yarasha xizmat qiladigan qarindoshlarim ilxat ilib beradigan ilxat ilib berdi. Vakolatan imzo etishni o'rgatadigan vakolatan imzo o'rgatdi. Bu qarindoshlarimizni o'rin belgilab, masalan, Turkiyadagi qarindoshlarimiz aktiv faol harakat qildi. Buningda taqdirlashga maqtashlik tegishli shu qarindoshlarim, chunki biz buningga shohid bo'ldik. Bu yerdagi mayli Zaytunburundagi Teşkilatlar Birliği tesis qilgan o'rin bo'lsin, mayli xolis pidokorlarimiz tarafidan tesis qilingan Ulug' jamining oldidagi o'rinlar bo'lsin, Safo ko'ydagi bir nechta nuqtalar bo'lsin, bu yerdagi qarindoshlarimiz aktivlik bilan bu yerga kompyuterda shuni tushunadigan qarindoshlarimizni bir yerga kelib, ularning hattoki chiqimlari, ya'ni osh tomoqlardan, suvlardan tortib o'rinlashtirib bergan bo'ldi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Buningga faol bu bir kishilik majburiyatimman deb bu ishga kecha kunduz kompyuterning oldida turib xizmat qilgan qarindoshlarimiz ham bo'ldi. Uning uchun bu yerda bu nima bo'ldi deganda qarindoshlarimiz o'zaro hamkorlikdan bo'ldi. Birisi o'rin asıl qilib berdi, birisi imzo atadigan ilxat olib berdi, birisi imzo etishni o'rgatdi, birisi uchur yo'lladi. Demak, nima deganda birisi teşviqatda her şekilde hamma to'pladi faol bu imzo to'plashning faoliyati çok kun tartibga keldi. Uzun vaqt bu faoliyatning amaliy ahvoli jarayonlari anlatib o'tildi. Demak, Alloh bergan bizga bergan bu uchur vositalardagi bu ne'matdan çok unumli foydalanib, buningdan çok biz mushu Xitoy tajovuzlariga qarshi birlik sepimizni kuchaytirishga, buningdan çok ovozimizni birlik chiqarishga, imzolarimizni birlik etish degandek bir 10,000 kishilikning ovozini olsun-chu Allohning rahmatidan g'albilik tamom qila oldik. Bu nimaning kuchi deganda avval Allohning yordami, andan qasdi deganda biz o'zaro hamkorlashganligimizning dalil isboti qarindoshlar. Shuning uchun mayli ziyolilarimiz olsun, mayli tashkilotlarimiz olsun, mayli ulamolarimiz olsun, hammamiz o'z kasbida o'zining doirasicha xizmat qildik, qilyotdi. Shuning bilan birga o'zi imkoniyatiga yarasha davlat har qaysi davlatlar bilan so'rashib parlamentlarda bu imzo to'plashninkini yoki bo'lmasa hukumatga ta'sir qilgan to'rbetlarda bu imzo to'plashning nimasini fursatini qo'lga keltirgan bo'ldi. Bu orqali bu mayli Amerika bo'lsin, mayli Shvetsiya, Germaniya, Kanada qatorli davlatlarga zanjirsimon tarqalishga boshladi. Demak, Avstraliyadan keyin Amerikaning ulashib chiqqan bo'ldi. Amerikaniki qarindoshlarimiz bas-basda hozir mana atgan ko'rganimda 5,5 mingdan ortib ketganligini ko'rdim. Demak, yana 10-6gacha 20 kun vaqtimiz bor. Alloh xolsa buning uchun yana hamkorlash bilan buni tamomlashga inshaalloh
xalqimiz yana o'rtaq buni tashkillanadi deb qaraymiz. Şuna ba'zi bir tushuniksizliklar, ba'zi bir qaqshashlar, ba'zi bir vaysashlar bo'ldi. Bumi tabiiy bo'lishi kerak. Ammo bir narsani oldin o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Buningga tashkilotlar, hozirgi bu tashkilotlarchilikdan bizning davarımız teşkilatçılıktan alıp bitip gitti. Yani bu dava umumiy xalq davasıga aylandi. Bu xaslan teşkilatlarning davası emas. Bu qandaqdir muajiratga hamma Uyg'urning o'zining mustaqil bir davasıga aylandi. Onun uchun biz bu yerda cho'qim tashkilotlarimiz boshlab turdi. Tashkilot bu yerda bu davatgan gapim tashkilotlarni alıp bitip ketayli, tashkilotlar u bu deganim emas. Bir yerde davet qilamiz, teşkilatlar o'ziga loyiq xizmatlarni bulayotidu. Mayli davlat teşkilat qilgan ishlarni biz shaxsiy sifatimiz bilan qilolmaymiz. Biz shaxsiy bo'lgan yani tonimaydi. Hukumat organlari teşkilat sifatida kelgan insonlarni tanıydı. Teşkilat kimlik bilan bo'lgan insonlarni e'tirof qiladi. Ularning bergan materiallarini çok qabul qiladi. Ammo bizning shaxsiy sifatida qilgan ba'zi bir organlarga shaxsiy sifatida o'z bilimimizdan kirolmaymiz, ham bizni qabul etmaydi. Onun için teşkilatlarning o'ziga yarasha xizmat qilayotgan doirasi va teşkilatlarimiz o'ziga yarasha o'zining xizmat yo'nalishidan chiqib qolsin. Ammo teşkilatlarimizni ham uningmi, ham xalqchilikning xizmatiga hammaga aralashtirildi shuning o'zi deganda İnsanlar çeklik, teşkilat hizmet kılıvatkanlarımız çeklik, pidakarlık bilen hizmet kılıvatkan kardeşlerimiz çeklik. Bu hizmetler kardeşlerimiz özünün hizmetini bulamazsın. Ama öz xalq buluş süptümüz bilen, biz bir xalq buluş süptümüz bilen özümüz kılalaydıgan işler doğrulukçu degende özüre başındaq çakırıklarga avaz koşup, men imza ediş paliyet olsun, men namayiş olsun. Bir çakırık gelgendikken bu hata olsa bunun saxtılık olsa, yoki olmasa Şərq Türkistan'ın davası ziyallık olgan olsa bunu elbette nurgun yerlerden ötep oturup çıkıyordu arkadaşlar. Unda bo'lgan ekan, bu yurgizayotgan ishga ba'zi bir Xitoyning dushmanligi va bo'lmasa Xitoyning depini chaladigan insonlarning ba'zi bir gapi bilan voy ma dinda andaq ekanmada debdi, ay oq kepdi, ko'k debdi deb dinni iste'mol qilish jihatda o'tirg'a chiqib qilgan narsaga ulamolarimizni bevosita fatvo so'rasak bo'ladi. Yoki ulamolarimiz bevosita bergan fatvoga shuni rioya qilsak bo'ladi qarindoshlar. Buni o'tirg'a kelib, buning faoliyatini qilishning oldini to'sashga ishlasak, menimcha toza yaxshi bo'lmaydi deb qarayman. Ya'ni ba'zi insonlar o'zining xohishi, o'zining tushunishi, mandaq debdi, mandaq debdi emas. Bu umumiy xalqaroning umumiy tartibi bilan menayotgan narsaga xalqlarning tartib bo'yicha qilamiz. Lekin biz xalqimizni tarbiyalash uchun Sharq Turkistonning to'g'ri bo'lgan ismi Sharq Turkiston. Buning Uyg'uriston, Turkiston, yana bir jimida ismi yo'q. Buning Sharq Turkiston deb ismi bor. Bu Şərq Türkistan deb ismiga ega chiqishga, Şərq Türkistanning mustaqillik ideologiyasi bilan xalqimizni qurollantirishga bu sizlar bilan bizning qilishga tegishli vazifamiz. Buni har bir Şərq Türkistanlik men Şərq Türkistanning mustaqilligi uchun kurash qilaman, Şərq Türkistanning mustaqilligini qo'lga keltirman degan ideologiya bilan harakat qilish kerak, buni chiqish nuqtasi qilish kerak, buni nishon qilish kerak. Ammo qandaqdir hozirgi lagerni nim qilib o'tish emas, yoki bo'lmasa shu imzo bilan to'xtab qilish emas bizning vazifamiz. Yoki bo'lmasa bir namoyishlarla ishimiz hosil qilish emas. Bu yerdagi mayli videolik shaklda guvohlik beraylik, mayli imzo to'playlik, mayli namoyish qilaylik, bu hammasi vosita qarindoshlar. Vosita Xitoygacha mushu vositalarimiz bilan hozir o'zimizning unumlik mush imkoniyatdan foydalanib Xitoyga qarshi besim shakllantiramiz. Biz xalqlardan ovoz to'playmiz, xalqlardan besim shakllantirib turib, anandan keyin Xitoyni bu besim bilan tizib pushtirishga tirishimiz. Oxirgi qurolimiz, inshaalloh u sharoitlarimiz dalil bo'lgan vaqtida, yetib pishgan vaqtida u har narsa o'z yo'li bilan o'z joyida menib ketadi. Uning uchun biz hozir qilolmaydigan, qilayotgan ishimizni ko'zga ilmay, buni kichik deb, buni yaratmay, yoki buning nimaga foydasi bor deb buni tushunmay, jumay, buning foydasi deganda Xitoyga zarba berishga foydasi bo'ldi. Xitoyning uchun xalqaro pash qilishga foydasi bo'ldi. Xitoyning uchun yüz obro'ni tugashga foydasi bo'ldi. Xitoyning uchun rezil qilishga foydasi bo'ldi. Foydasi deb qolsak. Uningdan keyin nimaga foydasi bo'ldi degan o'zimiz uchun, ruhimiz uchun mundaq bir jonlantirishga, mundaq har doim ko'rishga tayyor turgan bir ruh bilan o'zimizni tovlashga foydasi bo'ldi. Biz
Her kaçan Xitay'daki bir düşmanımız varlığını, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da uruk tuqqanlarımızın ceza lageri ve her xil türlerde kıyın kısa kılıp öldürüp köydürüp atqanlığı içki azalarını soğurup setip atqanlığı bu hakikatini unutup qalsak qılmaydı. Biz közümüz kömüde, his qılanmadık, televizorda kömüdük, uyada kömüdük, xabar çıkmadı, vatan bilan aloqamiz uzilib qoldi deb unutup qilishqa, beparvolik qilishqa, bexudlik qilishqa bo'lmaydi. Bu dava nait sap dava. Bu dava nait hamkorlikni, ittifoqlikni, birlikni o'zimizdan boshlab hal qilishni talab qiladigan dava bu. Birlikni, ittifoqni bizi bermaydi. Osmondan tushmaydi. Uni o'zimiz qo'limiz bilan eklishimiz kerak. Qo'limiz bilan ilishimiz kerak. O'zimizdan boshlash kerak har ishni. Onun uchun hammamiz o'zimizga igi chiqarganda, aniga vatanimizga chiqalaymiz. O'zimizga igi chiqarmay, o'zimizning nima da'vat qilganini og'zimizga qo'lqimizni to'ymay yashab jursakcho, vaqtida o'zimizga igi chiqarmagan odam vataniga igi chiqarmaydi, xalqiga chiqarmaydi, diniga igi chiqarmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu yerda har xil shakldagi hamkorlikning muhimligini, hammamiz bu da'voga qanchalik Hemimizden Allah Teala bergen bir güç kuvveti var, artıqçılığı var. Muşunu davarımız, yani muşu bizden müstakilliğimizni qo'lga keltirish uchun şu yerdeki mazlum azap çekivatkan Müslüman qarindoshlarimizni qutuldirish uchun buni ishlatishimiz kerak. Biz dunyodagi musulmonlarni, mana bugun Bangladeshdagi musulmonlarning biz uchun ya'ni Xitoyga qarshi norozilik namoyish evet kanunu köydük. Nece yüz minglagan qarindoshlarımızın ko'chiq to'kalganligini ko'rdik qarindoshlar. Mana bu nimaning natijasi desek, mushu 2 yilning yog'i mush qarindoshlarımızning, tashkilotlarimizning, butun dunyodagi xalqimizning mush o'rinda guvohlik berayotgan, imzo to'playotgan, namoyish qilayotganning natijasi mana bugun ko'rinyapti. Miyaqdan ish qilsak, miyaqdan namoyishda oyoqdan natija ko'rolmaydi qarindoshlar. Buning bir mazgil ketadi. 4-oyning oyida Belgiyadagi bo'lgan namoyishga voy anda bo'ldi, manda bo'ldi deb ketgan tiqmana mana buning natijasi ko'rinyapti qarindoshlar. Mana oqshom Dulqin Isa afandimni Amerikaning bevos chaqatib olib u yerda bir muhim nuqtalarda suhbat o'tkazganligini, buningga jazo lagerini bir taraf qilish uchun qanday chora-tadbir izlayotganligini, uning maslahat kengash bo'lganligini angladik. Bu biz uchun nihoyat xush xabar. Mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlarimiz olsun, hammasi o'zining yo'lida bu fidokorlik ko'rsatyapti. Tirishayotdi. Mush xalqimizni bir kun bo'lsin boldu qutqizimiz debcho izlanayotdi. Uning uchun bu izlanayotganligiga, harakat qilayotganligining oldini tutadigan, bulg'icho bu faoliyatlarning oldini tutadigan, hali qanday chalipshiq, variantang o'zimiz qilmaydigan gapni qilib o'tirga chiqmay, bilishki işte ma adam nima deyapti? Ma adamning gapi ma o'ngmi, to'ngmi? Mening gapim masalan so'zlayotgan bo'lsam, ma bola bijirim gap qilyaptamdi ya, xato gap qilyaptamdi. Mening gapini to'g'ri tahlil qilaylik deb, men cho'ngimizda analiz qilib, kichkimizni o'tkazib, anandan keyin qaror versak, nayt yaxshi deb qarayman. Shunga anglaganning hammasi rasululloh ketishini atayin qarindoshlar. Hozir so'zlaydigan odam chiqib ketibdi, ammo to'g'ri so'z bo'lsin. Xalqimizga foydali bo'lsin. Ma gapimiz vaziyatga, reallikka uyg'un kelsin. G'oyiviy gaplarni yoki amalga oshmaydigan gaplarni yoki o'zimizning qarqoyoq tushunchasini so'zlaydigan narsa emas. Bu yerda so'z qilgan vaqtda cho'qim xalqimizga foydasi bo'ladigan, xalqimizni g'urbatlantiradigan, xalqimizni kuchlantiradigan, da'voyimizga foydasi bo'ladigan shaklda o'tirib chiqsak, nayt yaxshi deb qarayman. Bu o'zimning ko'z qarashiga qarindoshlar. Uning uchun mening gapimdimi o'zimga loyiq o'zimning ko'z qarashi bilan gap qilaman. Ammo gapimning to'g'ri yeri bo'lsa qabul qilishingni, xato yeri bo'lsa ijobiy shaklda bir qaytarib ma'noga diqqat qiling qarindoshim desanglar, albatta qo'limiz ko'ksimizda, hargiz o'zimiz bilan o'zimizga rost qilib so'zlaydigan, ko'zimizni yumilib gap qiladiganlardan emas biz qarindoshlar. Inshaalloh shunga bu hamkorlikning kuchi to'g'risida mushunchalik so'zlashni loyiq ko'rdim. Inshaalloh oldimizdagi shu Amerikadagi 100 ming kişilik imza toplashning hozir abam deganimdek 5,5 mingni tamom qilib qarindoshlar. Buning yana g'ayrat qilib etilar. Buning yana atrofimizdagi mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli boshqa xizmatdoshlarimiz bo'lsin, yerliklar bo'lsin, o'sha atrofimizdagi kishilarni harakat keltirib, buning imzo etishga mayli qaysi davlat yashaydi, shu davlatda shu imzoga has qo'shsak, atrofimiz kishilarni o'zining ism familiyasi ilxat, shu narsalar ketadi qarindoshlar. Shu bo'yicha normal mashg'ulot qilaversa, anandan keyin bu imzo atgan hisoblandi. Shunga 1000 fidokorning dunyodagi Uyg'urlarda 1000 fidokorning 10 dan odamga ega chiqsa, 100 ming degan to'shdi degan gap qarindoshlar. Uning uchun mush masalada qarindoshlar
100 qarindoshga ega chiqsa, xatarcha hisoblabdimi? 100 qarindoshga ega chiqsa, inshaalloh shu 100 ming tushidi. İnşallah hazır mı bu 25 gün vaktimiz varken inşallah bunun da mı tuşap geçişti. İnşallah işinçimiz var. Kanal olmasa yani bu ne? Yani şu qarindoshlarimiz birlikte ilip baramiz. Ben biriga imzo Avustraliyaga imzo etdim, bo'ldi, tugidemez. Bu imzo etish qandaqdir bir 2-3 minutdan ya 5 minut vaqtimiz ketadi qarindoshlar. Bu qandaqdir bizni bilib qoladigan, bizni pash qilib qoladigan biz nima emas bu. Bu bir vosita deydi-ku, bir vosita bu. Buning bilan lagerlarimizni qo'yib ichilib ketishi natayin, lekin biz bu qilalaydigan ishlardan boshlab qilish kerak. Xalq mushla shaklda tarbiyalanamiz qarindoshlar. Her ishni o'zimiz qilalaydigan ishdan boshlab qilaliganda, imzo to'play olganda, imzo bera olganda, videolar chiqib Xitoyning bizning tuqqanlarimizga Sharq Turkiston qilayotgan zalim siyosatini pash qila olganda, Xitoyning tajovuzligini pash qila olganda, aningdan keyincho biz vatanimizga ega chiqa olamiz qarindoshlar. Biz bu qilalaydigan ishdan boshlasak, qilalaydigan ishni qilolmasak, uningdan Allah'tan qo'rqmay Xitoydan qo'rqib tursak-chi deganda, Xitoyga mushta qululab ketib ketamiz. Xitoy qul emas, mushta bizni har zabon qilib o'tirib o'ynaydi. Shuning uchun biz Xitoyga qarshi amaliy harakat etgan vaqtimizda, amaliy o'rnimizdan dastur qilgan vaqtimizda anandan keyinchi biz g'alaba qila olamiz deb o'ylayman. İnşallah Allah bir pat muddatda bizni inshaalloh yaxshi nusrat bilan g'alablantirishini Janob Allohdan tilaymiz qarindoshlar. Şunu bilan birga qarindoshlar, agar programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, shunday belgini bir besib qo'ying. Andan keyin bizning bu kanalımızga a'zo bo'lishni unutmang. Bunun şu ilxatingiz bilan a'zo bo'la olasiz. İlxat ilishni, ilxat qo'llanishni ham mush şekilde bir o'rganib, mush şekilde bir qilib olsak, bundan keyingi taraqqiyotimiz zamonimizda mush ishlar bilan bo'ladi. İnşallah şekilde kişilerden müşteri işlerini bilip dursak, bunu ügünüp koysak, herkes ziyan bulmaydı kardeşler. Hemen Cenab-ı Allah'a tapşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.